Tezkor xabarlar. Bir aqldan ozgan jinni bizning ikkita fuqaromizni garovga oldi. Qurollangan politsiya hozirgina binoga yetib keldi. Voqea joyida 9-fuqaro. Rahmat 4-fuqaro. Men o'sha qurollangan shaxs bizning ikki fuqaromizni garovga olgan binoning tagida turibman. Bu ko'chadagi aholini himoya qilish maqsadida ko'cha yopib qo'yildi. Oy, 30 odamman. Men oldimda esa 43-fuqaro. Bu vaziyatni ko'rib qolganingda qanaqa ahvolda eding? Ha, bu qo'rqinchli edi. Shunchaki yurgan datodim. Qaranglar, ular ishga kirishyapti. Fuqaro, qurolingni tushir mol faqam. Man? Sen. Tezroq qo'lingdagi pichoqni tushir. Lekin men buterbrod qo'yman. Hozir garovdagilarni qo'yib yubor. Yo'da qanaqa garov? Bizda o'tda ikkita garovga olinganlar bor deb aytishdi. Lekin bu yoqda u va men borman. Salom. To'g'ri. Ikki garovga olinganlar. Nima? Bu hech nimani anglatmaydi. Qara, yengilliklarda nimadir haqida gapirishyapti. Aqldan ozgan jinni ikki fuqaroni garovga oldi. Bu bizami? Nima? Bu sensan, iflos. Men qo'lvar iltimos. Nima maqshimni temayapman. Iflos, sen nima xohlaysan? Men hech nimani xohlamayman. Shunchaki buterbrod tayyorlash xohlayman. Unga ozgina buterbrod beringlar. Hech kim zarar ko'rmasligi lozim. Ichkari kiramiz. Hay, qayerga to'san? Albatta intervyu olishga-da. Salom. Men qishloq yengilliklari dasturida 9-fuqaro. Aqldan ozgan jinnilik bahsiga nima sabab bo'ldi? Men faqatgina buterbrod tayyorlash xohlayman. U menga tahdid qilyapti. Yo'q, unaqa emas. Agar bu yoqdan tirik chiqmasam, iltimos 4-fuqaroga yetinglar. Uni sendvichini men yegan edim. Men buni bilardim. Juda ham qaltislashib ketdi. Hozir boshlashimiz kerak. Olg'a. Unda hozir o'shinglar, pulinglar o'shinglar olg'a. Nima qilyapsizlar? Endi sizlar ham hammalar garovdasizlar. Nima? Yo, lekin mahalla yashashim kerak-ku. Masada iltimos qilaman, meni qo'yib yubor. To'xtanglar. Men hech kimni garovga olganim yo'q. U juda ham yolg'onchi ekan. Bori shu. Mayor vaziyatdan xabardor qilindi. Xo'sh, biz nima qila olamiz? Senda pozitsiya kuchi bor. Balki u senga quloq solar. Ha, bu juda ham ajoyib g'oya. Ketdik, u bilan gaplashamiz. Men ham garovga olindim. Hozirgina menda muhim xabar bor. Xullas, men ham garovga olindim. Yaxshi, bu qishloq yengilliklarini shu haftadagi qismi uchun. Keyingi safar ko'rishguncha. Uzr bola, ozgina shamollab qoldim. Kanalimizga obuna bo'linglar va like tugmachasini bosib qo'ysanglar va komment qoldirsanglar juda ham xursand bo'lardim.